Go'sht yemaydiganlar tez ozoladimi? Bu juda ham ko'p beriladigan savollardan biri hisoblanadi. Go'shtsiz ham ozish mumkin, lekin ratsionda oqsil yetishmovchiligi evaziga ko'plab muammolar kelib chiqadi. Masalan, mushaklarning bo'shashishi, teri osilishi, holsizlik, bosh aylanishi, B vitamini yetishmovchiligi va temir yetishmovchiligi kabi ko'plab muammolarga duch kelasiz. Go'sht o'rnini dukkakli mahsulotlar, tofu, baliq bilan to'ldirishingiz mumkin, lekin ratsionda go'sht yetishmovchiligi evaziga holsizlik, ochlik hissi ortib ketadi va shirinlikka, nonlarga, kartoshkaga bo'lgan ehtiyoj ortib ketganini evaziga tashlagan vazningizni qayta 2 baravar yig'ib olishingiz mumkin. Sog'lom ozish siri bitta. U ham bo'lsa balanslangan ratsionga o'tish. Shunday foydali ma'lumotlarga ega bo'lish uchun esa sahifamni kuzatib boring.